Salam dostlar. Bugungi darsda biz qimmatlik tarixiy madaniyat boyliqlarimizning biri bo'lgan Do'lan usuli haqida to'xtalamiz. Do'lan usuli qadimiy xususiyatlarini bir qadar to'liq saqlab qolgan milliy puroq va yerlik alohidlikka ega xalq usulidir. Do'lan usuli 4 bosqichliq do'lan mashrab usuli bo'lib, bular chekitma, sanam, saliqa va serilma qatorliq bosqichlardir. Maralbeshi makitdagi do'lanliqlarning o'ynash shakli bilan Avat nahiyasidagi do'lanliqlarning o'ynash shaklidami ma'lum farqlar bor. Avatdagi do'lanliqlar do'lan usulining birinchi bosqichi bo'lgan chekitmani asosan o'ynamaydi. Faqat ikkinchi qismi bo'lgan sanamdan boshlab o'ynaydi. Saliqa qismidami makit maralbeshiliklar cho'ng chambar hosil qilib o'ynasa, avatliklar bir jupdan bo'linib, aylanib o'ynaydi. Muzika shivisi jihatdami az to'la farq bor. Do'lan usuli sistemlashgan, mukammal qoidaga ega usul bo'lib, har bir bosqichdagi qadam harakati va dapning ritmi o'xshamaydi. Men sizlarga sahnalashtirilgan sistemalik do'lan usul harakatlarini o'rgatmoqchiman. Bugungi darsda do'lan usulining birinchi bosqichi chekitma qadamni o'rganamiz. Chekitma qadamning udari 4 dan 6 taktlik, ya'ni 3 qo'sh udardan tarkib topgan bo'lib, har bir qo'sh udarda bir qadamni olamiz. Men qisirib o'tmoqchi bo'lgan yana bir muhim nuqta, qizlar chekitma qadamni o'rindaganda cho'qim badanni yuqoriga tortib, harakatni larzon, avrishim elishimiz kerak. Bu o'z joyimizda o'ynaladigan chekitma qadam harakati bo'lib, birinchi, ikkinchi udarda avval o'ngga, ondan so'lga putning uchi bilan yenik qadam yo'tkab, gavdini ikki yonga irg'anlatamiz. Uchinchi udarda ikki putni juplab, taponni yenik ko'tarib qo'yamiz. Putning harakatini texmi aniqroq qilib ko'rsatay. O'ngga bir qadam, so'lga bir qadam juplab, taponni ko'tarib qo'yamiz. Har qatim qadam o'tkazganda tizlar azroq egilib, yerim o'ltirgan holatga keldi. Qani hamsi birlikda ularga tushirib baqayli. Amdi qo'l harakati bilan birlashtirib baqayli. Bir qo'l yuqorida, yana bir qo'l tuvanda turdi. Har bir qadamni ilib gavdani midratganda yuqoridagi qo'lni tang agishib mangdi. Uchinchi darda ustidagi qo'l yang tutish qo'l harakatida to'xtaydi. Bu qo'l harakati do'lan usulida ko'p ishlanadigan bo'lib, 4 barmoqni alqanga tekkizib, yangni tutgan holatga kelamiz. Bosh bilan ko'zmi tang agishib mangdi. Aldığa 2 taq qadamni ilib, üçüncüsida juplab, tizlarni egib, yenik ko'tarilamiz. O'ng, so'l, juplaymiz. So'l, o'ng, juplaymiz. Endi qo'lning harakati qilaylik. Qo'lni tasadduq qo'l oldiga akilamiz. Ondan 2 qo'lni ko'krak oldidan o'tkazib, qanot qo'l shakliga akilamiz. Tasadduq pozitsiyasida badan oldiga azroq egildi. Baş bilan ko'z yonga qiypash baqidi. Chekitma qadamni mayli qaysi yo'nalishga qarab olayli, uning qoidasi o'xshash bo'ldi. Yangi chekitma olganda bosh bilan ko'z oldi tarafga qaraydi.
Qo'lning harakati. İki qo'lni ikki yondan yuqoriga ko'tarib, yarim barang, yarim qanot pozitsiyasiga kelamiz. 3-darda ikki qo'lni tuz shaklda udul oldiga egilib, yig'ishlarni bir-biriga juplab to'xtatamiz. Yangi chekitmening aylanib turib qilish usulimi bor. İki qo'lni ikki yonga ichib, yarim o'rilib, ko'krak oldidan o'tkazib, yarim qanot, yarim barang pozitsiyasida to'xtaymiz. Bosh bilan ko'z yuqoridagi qo'lga qaraydi. Bu hareketni arqaga ilishqim bo'ldi. Buningki o'xshamaydigan yeri, eng oxirida to'xtaganda bosh yuqoridagi qo'l tarafga qaramasdan, balki oldi tarafga qarab to'xtaydi. Chekitma qadamni yantu keyniga olamiz. Qo'lning harakati bo'lsa, ikki tizni egib, qo'sh qo'llab piyola sunish harakatini qilib, oxirida beg'ishni aylantirib, qarg'ash qanot qo'l pozitsiyasida to'xtaymiz. Agar bu harekatni aylanib turib qilsak, cho'gilab chekitma deb ataladi. Endi hamma harakatlarni birlashtirib o'ynab boqaylik. To'g'risang yangroq muqam ya do'st, Naqshanga jo'r bo'ldi jahon ya do'st. To'g'risang yangroq muqam ya do'st, Naqshanga jo'r bo'ldi jahon